Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan TLC 25 kanali. Bugun sizlarga TLC'da qanday oltin qilishni o'rgataman. 2 haftada 10 kunda mana shu natija o'zimnikini ko'rsataman. Mana birinchi navbatda videoni boshlashdan oldin bir narsani aytaman. Videoga like bosing va obuna bo'ling. 50 ta bo'lishimiz kerak. Birinchi navbatda stadion 1899 pul turibdi. Stadion eng kerakli narsa do'stlar. Qaraydi, sizlarga yana bir nimani o'rgataman. Narsani mana bossanglar super stadion chiqib keladi. Agar buni bossanglar o'zlaringiz stadion kuchaytirishlaring kerak. Faqat stadionni kuchaytirish kerak. Stadionni kuchaytirish kerak. Mana men ham kuchaytirdim. Antena yaxshi do'stlar, siz uchun. Ana shularni ikkinchi navbatda to'xtanglar. Reklama degan narsa bor mana bu. Ana sherga sizlar reklama har o'ynaganlaringga to'xtab tur. Mana do'stlar, manaqa pullaringni 2 baravar qilib beraymi degan reklama bor. O'shani o'nglar do'stlar. Olmasalaring oltinga pul yig'a olmaysizlar. O'nglar. Mana keyin esa qarang, men hozir bu yerga turibman. Sizlar uyga kirasizlar. Sizlar yutganlaringdan keyin sizlarga stadionlaring bonusini bermayman. Shuning uchun chiqinglar. Agar qachon chap tarafga tursalaring, sizlar stadionlaring pulini beradi. Ko'proq live o'ynash kerak. Liveda keyin manaqa qarang. Manaqa 20 bilan 25 ta orasiga nima qilasizlar? Meniki 10, lekin 20 bilan 25 ta orasiga nima qilasizlarda? Ko'tarmay turasizlar yo past qilmay turasizlar. 25 ta orasiga. Qarang, keyin mana uni ham kuchaytirish kerak. Mana kuchaytirsalaring mana nimalar? Mana uni pullari mana oldin 500 ming edi, 490 mingga oldin 240 edi, 275 mingga 75 ming edi, 73 mingga tushgan. Keyin mana uni kuchaytiringlar. Bu stadion trenirovka sizlar mana unaqalarini kuchaytirib beradi. Mana stadion bilan mana unaqalarini kuchaytirib beradi. Keyin oxirgisi shu mana uni ham kuchaytirish kerak. U futbolchilar charchaydi, uxlaydi. Shuning uchun kuchaytirib qo'yish kerak. Kamera qo'yish kerak. Futbolchilar hamma chil beradi. Bilasizlar, chil beradi, shunga u talab qiladi. Men nima qilinglar deb. Shuning uchun kirasizlar. Kirgandan keyin undan bonus berishidan oldin bitta joy bo'ladi.
qaysi futbolchi yaxshi o'ynadi yoki yomon o'ynadi o'shani aytib beradi. O'rtaga 10 nima turadi. O'shani bosasizlar, u sizlarga mana o'yinchilaringni yiqilganini o'nta oshirib beradi. Mana ularni kamaytiradi. Oldin 375, 371, oldin 150, hozir 148, oldin 40, endi 39. Ana shunday qilib, mana shunday qilsalaring bo'ladi. Kanalga obuna bo'ling va like bosing. 50 ta bo'lganimizdan keyin yangi video chiqarishga harakat qilaman.